Ovozli kitob apdetali. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nuzugum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'migan mushu kun qolgan mıydı? Bular erlarni ozodligini oz degandek, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Qo'mish aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mung tushdi. Men nuzukni tutqili, sulun cheriklar chiqdi. Nuzugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Kızımni qo'yib etinglar. İfloslar. Xo'sh aka, nerede bo'lsaqmi omon bo'laylik. Boqimni ko'rib qolsam, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Darvishning yeshi 35lar atrofida bo'lsa-mu, lekin ustira tegmay tartibsiz o'sib ketgan soqol burutlari bir qaragan odamga uni qeri bo'voydek ko'rsatdi. Bu darvishning so'zlarini anglagan qiz-juvonlar o'ylanib qoldi. Ular ilgari bu egiz bo'yliq, qotong'ur odamdan qechib, uningga yaqin kelishdan ayminib yurgan bo'lsa, endi bu ularga bo'lakcha aqlliq, mehribon ko'rinib ketdi. Shundaqdimi ba'zi yosh qizlar uningdan o'zlarini daldiga oladi. Buni bayqagan Nuzugum, qizlar, o'z vaqtida darvishlar Appa xo'jamga cho'ng-cho'ng xizmatlarni qilgan ekan. Appa xo'jamning darvishlari jahonning hamma yerini kezib, barliq voqealardan xabardor bo'lib turadi ekan. Mana necha kundan beri odamlarning hammasi ching-cheriklardan qechib, jon saqlashning ko'yida yurganda, bular hech narsadan qo'rqmay biz bilan agishib kelyotdi. Mushu yalang'ochtaq, yalang oyoq, chiroylaridan to'pi yig'ib turgan, kiyimlarining yengni ilg'udek yeri qolmagan bandalarning ichida o'lima, sozanda va dindor odamlar ko'p. Nuzugum necha kundan beri cheriklarning urib qo'g'ilganlariga qaramay kaynidan mengib, o'zlariga ussuzlik berib yurgan darvish qalandarlar haqida uzoq so'zladi. Ko'pligan tarki dunyo bo'lib ketgan darvishlarning qizlar bilan ishi yo'q. O deganlari rost singlim. Biz shaharning baglariga o'xshash salqin saroylarda o'ltirib, hayot kechirib, mol dunyo yig'ib, tirikchilik qilmaymiz. Biz sizlarga o'xshash g'arib musofirlar bilan yetim yesirlarning dardiga darmon bo'lsak, o'zimizni baxtli hisoblaymiz. Bugun sizlar ketib borgan bu yo'llarda musofirlarnimi, o'g'ri sotqunlarnimi, vatanidan ta'qib qilingan o'limalarnimi, onasiga pichoq otgan yovuz jallodlarnimi ko'rdik. Talay odamlar mol dunyo yig'ib, boy bo'lamiz deb tashqanimi tashlab chiqib ketdi. Biz bo'lsak, yurtimizga biri band qilib o'tgandek, yiroq ketolmay yuramiz. Bu yerdan savdo karvonlarini agishib ketganlar qancha. Mana mushundoq eg'ir janglardan keyin necha minglagan o'g'lonlar chat yurtlarga polinib, oxir shu yoqlarda makon tutib qoldi. Ammo yaxshi yeri shularning hammasi u taraflarda qancha uzoq hayot kechirmasin, hamon ona yurtiga parvonadek intilmoqda. Men esimga kelgandan beri muzdavan eshib qirg'izlar yurtiga, Elixo'ga bog'inimdimi yoki Arkashtam orqali Farg'ona vodisini kezginimdimi, yurtimizning shu yerlarda yashayotgan nurg'ulg'an odamlarni ko'rgan edim. Qodir aka, bu tartquliqni yaratgan egan bizning beshimiz qila sog'an o'xshaydi. Uni tatmasqa ilojimiz yo'q. Endi sizlar bizni deb avor bo'lishmay, yurtga qaytaveringlar. Barakalloh singlim. Faqat sizlardan tilaydiganim ona yurtinglarga bo'lgan mehr muhabbatinglar o'shmasin. Bu yurtning xalqini qancha o'ltirib, har tarafga terib-peran qilmasin. Qo'liga qurol ilib, yerini dushmandan qo'g'dashga otlandiganlar ko'p. Qaysarlar yer tagidan urug'gan sudak chiqidi. U yerning xalqi
qirqib tursang o'sayveradigan giyohga o'xshaydi. Bu mag'lubiyatdan keyin Qashqar xalqi Chin amaldorlarining qullari bo'lib qolamdikini deb o'ylab qolmanglar. Avlodlar baribir nohaq o'lganlar uchun intiqom oladi. Tarixmi ularni tinch yotqizmaydi. To'g'ri. Bizning sizlarga o'xshash go'zallarimiz buningdan eg'ir kunlarga mubtalo bo'lsa-mu, Chin amaldorlarga bosh egmagan. Ishbarxonga o'xshash go'zallar Chin podshoyi yalvurib, oyig'iga bosh qo'yib, deginining hammasini o'rindab bergan bo'lsa-mu, o'zlarining ornumusini to'kib, ularga xotin bo'lmagan. Ko'p qizlar jinini qurbon qilgan-u, ammo pok muhabbatini saqlab qolgan. Qashqar qizlari o'zlarining so'ygan yoriga sadoqatligi, vijdonining pokligi, el yurtiga mehr muhabbatining kuchliligi bilan donq chiqqan. Tarixda mundaq voqealar ko'p. Ular Qodirning so'zlaridan keyin o'zlariga agishib kelayotgan darvishlarga bo'lakcha sapsilib qarashga boshladi. Bo'libmi, yangidan turmushga chiqib, erlaridan bir mezgil ayrilib ketgan yosh juvonlarga darvishlarning chaqchaqlari bakli yiqimliq anglanatdi. Bizni cheriklarga xor qilguncha o'zinglarni qumliq cho'llarga akatsanglarchi. Eyiq bo'lsa-mu, ering bo'lsin debdikan. Sada mushunda xorlinib yurgicha sizlarga tegib olayli. deb o'z navbatida chaqchaq qiladi qizlarning orasidagi egiz bo'yliq Xelicha xonim. Cheriklardan qo'rqib, bularga yaqinlasholmay yurgan darvishlar mundaq so'z chaqchaqlarni anglab hayajonlanib ketadi. Mana hozir ularga sal yaqinlab kelgan darvish kishining yurtiga berib sulton bo'lgandan ko'ra o'z yurtinglarda ulton bo'lganinglar tuzuk. Bularning hammasini Qashqarning qum cho'llarida jahondarchilik qilib yurgan sizlarga o'xshash qaysarlarning tirniqiga olmaymiz. Har kim har nima deyishi mumkin. Ammo Qashqar qizlari bo'ynini jaduda chopsa-mu, o'zlarining ornumusini hech qachon oyoq osti qilmaydi. Ular azalda muhabbatiga sodiq edi. Heli sodiq. Buningdan keyin sodiq bo'lib qoladi. Bizning qalbimizni hech qanday qora kuch egilay olmaydi. Sadi yo'riq dunyodan ar ko'rmay o'tsak o'timizki, ammo yigitlarimizga sodiq bo'lib qolamiz. Bizning yigitlarga deb qo'yinglar, biz ularning kelishini har tongda betaqat kutamiz. Nozugum to'g'ri aytadi. Biz bo'ynimizga sirtmoq silib o'lsak o'limizki, lekin Manju qolmoqlarga hargiz xotin bo'lmaymiz. Nozugumning so'zini anglab, ruhlanib ketgan qizlar har tarafdan vongchun ko'tirib, ko'nglidagi so'zlarini aytishga boshladi. Qizlar ba'zida xushchaqchaq gaplarni qilib, o'z ko'ngillarini o'zlari ko'taradi. Yo'lga chiqqandan beri yigitlarning parangini ko'proq qilib, qizlarning ko'nglini ko'tirib, kuldirib kelayotgan Xelicha xonim darvishning gapini anglagandan keyin yana ilgirki so'zini takrorladi. "Hay darvish, ilixo'ga berib, qalmoq, manchularning qo'ynida tovar durdunga o'rnib yotqicha, sili bilan ma'qumlarni beshimizga yostiq, ostimizga ko'rp qilib yotayli. Chamillar kelsa meni ep qechib ketsilichu. O'zlarining saqal burutlari o'sib ketgani bilan ko'zlaridan o't chiqib turadi ekan. Qashqar shahrida qozi-qalan, bag deganlar bo'g'ini bilan boshqa kun tushganda ularning birarimi asqatmadi." Qizlarning xeylidan beri darvishlar bilan so'zlashib turganligidan ko'ngliga gumon tushgan cheriklar nayza qilishlarini ko'tirib yetib kelishdi. Ularning qopoqlaridan qor yig'ib turganligini ko'rgan qizlar burunqidek churqirishib ketishning o'rniga qaddillarini ruslab turishdi. "Qiyni kofirlar, o'ltirsanglar mana hozir o'ltiringlar. Yaqin yurtlarga berib sallarga qul bo'lgandan ko'ra, o'z yurtimizda quzg'unlarga yem bo'layli." Boya Mo'ngluq naqshi aytib o'ltirganda, bakmu yovoshdek ko'ringan Gulnisa qizlarning orasidan birinchi bo'lib etilib chiqib, ilgirlavedi, boshqalarmu uning kaynidan agashdi. Uchilariga qizil, ko'k rangdagi ko'ylak, yeshil ishton, boshlariga chiman do'ppi kiyib, uzun sochlarini ushoq o'rigan yosh qizlar bo'lsa, hayotida munda hodisini ko'rmagachga, ko'zlari chanoqlaridan chiqib ketadigandek qo'rqishib, o'zlarini Nozugumning daldisiga elishdi. Bularning qo'rqish deganini bilmay, mundaq o'milishib turganini ko'rgan cheriklar nima qilarini bilmay huduqib qoldi.
Bo'libmi, ular Nuzgumga o'xshash go'zal juvonlarni Eli Janjuniga va boshqa omborlarga sovg'a qilib, o'zlarining obro'y, mansablarini ko'tarishni o'ylab kelayotganligidan mumkin qadar ularni bu tavadan sog'-salomat akitishning ko'yidi edi. Shunglashqa, bu qiz juvonlarning tantakligiga yarasha ularni urib so'qmay, ko'pincha popozi qilib qo'rqitadi. Agar buningdan keyin moshindaq shav-shuv ko'taradigan bo'lsanglar, hammanglarning kallasini et tashlayman. Deb varqiradi uchisiga uzun surchapon, beshig'a chuchisi bor mis dubulg'i kiygan qorigir otdiki yoyi. U saprasini sal bosgandan keyin boshlarida usti yopiloq kigiz qalpoqlari bor cheriklarga burildi-da, ularga buningdan keyin qizlarni qilish nayzlar bilan emas, ko'prak qamchi tayoqlar bilan urib haydashni chekidi. Bularning qo'ltiqiga supurkib quturtib-atgan avi qalandarlar. Ular Qashqardan chiqqandan beri qizlarning kayindan xom go'sht ko'rgan quzg'unlarda qonmay kelyapti. Deyishib, o'z boshlig'iga darvishlar ustidan shikoyat qildi cheriklar. Qizlarning sirtidan xuddi qo'ylarni bo'rlardan qo'g'dab yurgan sirtlalardek ayib kelayotgan darvishlar yoyining qo'liga qatlab tutilgan qamchisi bilan o'zlari tarafni ko'rsatib, ot choptirib kelayotganini ko'rganda har tarafga pitirab qaytishdi. Bu chog'da qizlardan xeylili yiroqda kelayotgan erlar vorqirishib ketdi. Cheriklar alohida ho'sharlik bilan ko'zitib kelayotgan, qo'llariga ko'yzi selingan erlar orasida g'ulg'uli qilayotganlarmi ko'p edi. Cheriklar mundaq isyankorlarni qizlarga o'xshash oyab turmay, shu yerda ko'ksiga nayza urib ujuq turadi. Shunglashqa ularning orasidan o'lib, jasadlari cho'l jaziradagi quzg'unlarga yem bo'lganlari nurg'un edi. Shundaq bo'lsa-mu, ular yoyining qizlarni agishib kelayotgan darvishlarning qo'g'ilganini ko'rib, texim qattiq varqirdi. Hey kapirlar, agar ilig'i bog'ucha bizning qizlarimizning bishidan bir tal chechiyaga tushadigan bo'lsa, senlarning ming tal chechingni yulib olamiz. Vah, belli. Ko'rdingmi, avu shumpanning o'zining o'lgilayotgani bilan ishi yo'q. Cho'ng so'zlayotganini. Hey, sen bularning g'imini yemay, o'zingning pashangni qo'rib ola. Oldirma, bizning beshimizga kelgan kun senlarga mukila. Qo'liga ko'yzi selingan oq yuzlik, ko'zlari yo'g'an yigitning cheriklarning zongli qilib aytgan so'zlariga g'azabi o'rlab ketdi. Umu beshkeram yenidagi qattiq jangda cheriklar qo'liga tushib qolganiga o'z go'shini o'zi yegidek bo'lib kelayotgan yoshlarning biri edi. Bu yigitlar boshda cheriklarning bu harakatiga norozilik bildirib qarshi chiqqan edi. Lekin cheriklar beshiga 3-4 urib esangiritib qo'yg'achqa, u xeyli yerga kelguncha o'zini bir bilib, bir bilmay qoldi. Faqat kechisi qo'nalg'uga kelib yetib, dam olgandan keyinla as hoshini yig'ishqa boshladi. Ani shuningdan keyinla Tangrining peshonasiga yozg'inini tortmasqa amali yo'q ekanligiga ko'zi yetib, bir oz yavaşlab qoldi. Umu ha deganda boshqa yigitlarga o'xshash eli tarafga berib, monju amaldorlarga qo'l bo'lib ishlagandan ko'ra, mushu yerdala cheriklar bilan elishib o'lishni o'ylaydi-yu, biroq singlisini yaqin yurtlarga yolg'iz avatishga ko'zi qiymay, bu o'yidan yaltiyib qoladi. Shunga u endi nima bo'lsa-mu, singlim ishkimiz billa bo'layli deb hamma qiyinchilikqa bosh egib kelyotdi. Mundaq palangandan ko'ra o'z jasadlarining tuman daryosi bo'yida qolmaganiga ming bir pushaymon qiladi. Ular agar qo'llarimizni ko'zlardan bo'shitib qolsa, birardan cherik o'ltirib o'lib ketsak, orimnimiz yo'q deyishib, ana shundaq paytni poylab kelyotdi. Chin cheriklarimu Jahongir Xo'janing qo'liga tushgan lashkarlarning paylini sezib, amalining boricha ularni qattiqroq tutishga tirishadi. Tömür kishanlar surgunlarning tizlarini shiltib, go'shtlarini shalvaritib, yig'ir qilib atganiga parvo qilmay, ularni haydaydi. Yigitlar orasidagi beshig'i do'ppa, uchisiga kulrang chakmang chopon kiyib olgan. Mo'risiga xurjun ortib olgan Abdullammu ba'zida o'zlaridan 5-600 qadam orqada qolgan qizlar orasidagi singlisi Nuzugumdan ko'z uzmay kelib o'tadi. Umu qizlar to'pi tarafdan naqshi aytgan singlisining ovozini anglaganda ko'ngli sal xotirjam bo'lib qoladi. Ammo yoylar erlarni borgan seri tez mengishga majburlaydi.
Ular yiroqlagan seri Abdullamga singlisining aytgan naqsi pasayib anglanmay qoldi. Bularning oldidami, keynidami bir necha to'p kelmoqda. Abdullam ularning orasida tonish bilishlaridan kimlarning borligidan bexabar. Singlisining eri baqinimi Hetgohdagi jangda cheriklarning qo'liga tushibdi deb anglagan. Ammo uning qutulib ketganidan yo surgunlar orasida kelayotganidan bexabar edi. O'zi bo'lsa, ovi kuni ularni qutuldiraman deb o'tin bozorida cheriklarga tutilganidan keyin qutulolmadi. Qizlarning diqqatini cho'rqirishib oldiga kelayotgan odamlarning vongchungi bo'lib etdi. Odamlar yiqilishiga qo'ma teg'i tarafdan bo'sh to'pini to'zitib chiqqan shamol texmi kuchayishga boshladi. Tushdan keyin pat-patla tog' chatqanlaridan chiqib, qatlam-qatlam bo'sh to'plarni uchirtib, olamni ma'lum qilayotgan shamol ha degandila to'xtaydigandek emas edi. Bu shamol xalqning g'azab nafratini izhor qilyotdi jumonglar, dedi surgunlarning biri. Odamlar surgunlarga yaqin kelishiga chang to'zan xuddi shularning buyruqini kutgandek besilib, yiroq yezining nerisidagi qum tog'lari bilan edirlar aniq ko'rinishga boshladi. Sallisiga to'ti qushning peyini qadab, chipar ot mingan bey surgunlarni boshlab kelayotgan ombolning oldiga keldi. U otdan tushib, qo'lini ko'ksiga tutgan holda salom bergandan keyin to'sh yonchuqidan muhr besilgan qog'ozni elib ko'rsatdi. Ombol o'zining buyruqini kutib, zichida turgan cheriklarga: "Bular otish tarafdan kelibdi, tegmanglar. Ularning qo'lida ulug'ning qo'li bilan muhr besilgan qog'ozi bor ekan. Bular bizning ishonchimizni oqlab, ulug'ga sodiq xizmat qilib kelayotgan bandalar. Ular o'z ixtiyori bilan bizni mehmon qilamiz desa marhamat." Bu so'zni anglagan otishliqlar qo'llarida ko'tarib kelgan narsalarini surgunlarga berishga boshladi. Aziz qarindoshlar, bular sizlarni nima kunlarga silib etgan ha? Qani yangla. Ular surgunlarga olma, uzum, qo'g'un tovuslarni yegizishdi. Ba'zilar ustidagi kiyimlarni yeshib, nepis ko'nglik bilan kelayotgan xotin qizlarning va yosh bolalarning uchisiga ortib qo'ydi. Uzoq yo'lg'imi mushundaq yilin mangan bormi? Mushu holda mangsanglar, muzdavondan o'tkichi ushib qolmamsizlar. Jinim aka, Elixo'g'i bog'icha ashu davonda ushib qolsak yaxshi bo'ladi, dedi ularning gaplaridan xush bo'lib qolgan Xelicha xonim. Hay, pitning ochchig'ida choponni o'tq silishga bo'lmaydi singlim. Zamon mushuning bilan tugab qolmas. Oldimizda texi yaxshi kunlarmi bor. Bu jon shu kunlarga kerak bo'lib qolar. deb otish tarafdan kelganlar surgunlarning ko'nglini yasab so'zladi. Boshda cheriklarning qo'rsiqini to'ydiramiz deb to'pning orasiga kirib olganlarning faqat Qashqardan surgun qilinganlarga qo'shilib ketishi cheriklarga yoqmay qolgan bo'lsa kerak, birdilla ular: "Bo'ldi. Qani endi qaytib ketinglar. Bo'lmasa, sizlarni qo'shib haydab ketamiz." Bir yurakni ikkiga bo'lib nima qilasizlar? Haydegandan keyin hammamizni qo'shib haydab ketinglar. Hozir zamon sizlarning bo'lgandan keyin, dedi surgunlardan ayrilg'usi kelmayotgan salopatlik odam. Cheriklar xeyli vaqtgacha surgunlar orasiga qo'shilib ketgan odamlarni ulardan ayirolmay avora bo'lishdi. Yaqin tuqqanlarni tepib olgan buvoy mo'maylar bilan bolaliq ayollar, qizlar keynida kelishmoqda. "Otishliqlar yashashni biladiuchimisizlar?" dedi, ya'ni yo'lni davomlashtirib kelayotgan surgunlar orasidagi Xelicha xonim. "Mana ko'dilimi, biz yo'lga chiqqandan beri otishdan boshqa hech bir yurtning xalqi bizni mundaq mehmon qilgani yo'q. Otishliqlarza cheriklarning ko'nglini elib, bizni rozi qilib ulgurdi. Uyg'urlarning hammasi otishliqlardek bo'lsa, ish boshqacha bo'ladi-ku." Bir necha kun yo'l yurib, tog' qoptallarga yaqinlashgan seri surgunlarga g'ollardan eqib chiqayotgan suvlar uchrashqa boshladi. Kuz shamoli kuchayib, ko'pdan beri yomg'ir yog'may qog'jirab ketgan dalaning chang to'zanlari tutqunlarning yuzlariga urilib, ularning buning sizmi to'pi yig'ib turgan chiroylarini texmi miskinlashtirib etgan edi. Endi ularning oldida seriq to'piliq sheg'illiq yo'l boshlandi. Ilgari yumshoq qum to'pida yalang oyoq kelayotgan tutqunlarga tashliq, sheg'illiq yo'llarda mengish bek eg'ir kelayotdi.
Engizlar sarg'ayib, giyohi oftobda kuyib ketgan tog'lar qorayishqa boshlag'ini bilan tutqunlarning keyinida qilayotgan mahallalar xuddi tabiatning qaram kuchiga bo'y bermagandek ko'kirib, yashnab turadi. Ular mundaq mahalla yezilarga yaqinlaganda bu yerning bog'laridagi har xil mevalarni ko'rib, ko'ngillari buziladi-da, texmi miskillashib ketadi. Cheriklar bo'lsa, xuddi tutqunlar bilan zitlashgandek otlarni choptirib berib, heliqi mevalarning shoxlarini yerib, sundirib, chiroyli bog'larni birdamdala vayron qilib etadi. Ularga biror eg'iz gap yondirsa, qo'lisi elindiganligini biladigan bog'vallar xuddi necha yildan beri papilib o'stirgan bolaning atrofida parvona bo'lgandek, birdam u daraxtning, birdam bu daraxtning qishig'i yugurib boradi. Ammo chorasiz edi. Bu ahvolni ko'rib ichi o'rtangan surgunlardan biri: "Vahshiy hayvonlar, odamlarni qiynig'ini ozdak, endi buni daldaraxlarga oram bermayotganini. Hozir ularning qo'li qichishib, qiladigan qiliq topolmayotdi emasmi? Bu ishlarni o'tib ketadi singlim. Har qanday narsaning bir kuni bo'lmasa, bir kuni so'riqi bo'ladi." Boshqalardan bo'yturqi bilanmi, yeshi bilanmi farq qilib turadigan bug'doy o'nglik, qoshlari qilin, do'g'loq kelgan buvi Oyshamning cho'nqur nafas elib aytgan so'zi qizlarning diqqatini o'ziga jalb qildi. "Qachon so'riqi bo'ladi ekan tang buvi Oysham? Mana el yurtimizdan ayrilib, cho'l bayovonlarga chiqib ketganimizga xeyli bo'ldi. Yo keynimizdan birari izdab kelmadi, yo bizni qutuldirgudek biror kishi chiqmadi. Borgan seri ilgirlab ketibli boramiz-ku," dedi ichiga to'shib ketgan dard alamni safardoshlariga bo'lsimi aytib, ichini bo'shtib olay degandek tortgan Gulnisa. "Shu chaqda bu tarafdagi erkaklarning hammasini yer yutavatdimikin-a? Menga o'xshash 5-10 yil erlarimiz bilan birga yashab, bir oz bo'lsimi hayotning xo'liqini ko'rganlarning kari chaqliq. Bola ish bo'lgandan keyin endi taqdirning peshonamizga yozganini ko'ramiz. Biroq muni yosh qizlarimiz Manju, Mong'ollarga zoyi ketadigan bo'ldi-da," dedi boyadan gap so'zga aralashmay shuk kelayotgan xiylicha xinim. Qo'liga miltiq tutib olgan yoyi cho'l jaziradan to'xtamay mengib, ussab kolpuklari gaz bog'lab ketgan surgunlarga o'zining kim ekanligini yana bir qitim tonitib qo'yay degandek qorigir etini u yoqdan bu yoqqa bir necha qitim choptirib o'tgandan keyin cheriklarga qarab: "Hey, tutqunlarni to'xtatinglar, harduq olsin," dedi u go'yo tutqunlarga rahim qilgandek hammaga anglatib varqirab. Kechisi mangsa qaroqchilar hujum qilib, elidagi janjun bilan ichkiridagi xonga akitayotgan oltin, kumush va boshqa qimmatlik narsalarni bo'litib qo'ymayli yana degan o'y bilan ombal kun o'ltirib, ko'z bog'langandan keyin yo'l yurishni to'xtatdi. Va o'zlarining kelganligini oldin ola choparmanlar orqali yerlik amaldorlarga xabar qildirdi. Amaldorlar o'z navbatida oddiy puhralarga qo'shimcha seliqlarni selib, ularning yemak ichbekini tayyorlab turdi. Ombal uchun mol so'yib, lazzatli taomlarni tayyorlatqizdi. Otlarni bedi bilan yemga to'ydirib, ba'zi otlarga taqa qoqtirdi. Ba'zilarning ot uloqlarini yengilab, kam qo'ral yaroqlarni taqlab turdi. Jangdan qaytgan cheriklarni yaxshi kutib olish va uzitib qo'yish haqida Eli Jangjuni bilan Qashqardagi Ishoqvog'dan maxsus buyruq olgan yerlik baglar o'zlarining sodiqligini mushundaq payti kelganda ko'rsatib, ko'zga ko'rinib olish maqsadida ularning amr farmonlarini 2-3 hassa oshirib o'rindashga tirishadi. Hatta ular chin amaldorlarning Qashqarlik qiz juvonlarni akitib borganini oz degandek o'z tavasidagi yezilarda yashag'uvchi kambag'al dehqonlarning chiroyli qizlarini tortib olib, o'z nomidan sovg'a qiladi. Yerlik amaldorlarning bu shundoq izzat hurmatiga o'ginib qolgan ombal yo'l ustidagi har bir yeziga kelgandala ana shundoq narsani ta'ma qiladi. Shunglashqamu cheriklar surgunlarni haydab o'tgan yezilar xuddi cho'chak afsonalardagi kechalari jin shaytonlar oralab o'tgan mahallalardek cho'ldarab qoladi. Bo'ldi. Bugun mush yerda tunaymiz. To'glardagi tenxlarni tushirib, ot to'glarni damag'izinglar. Tutqunlarni kuzatgan cheriklarning sonini oshirib, hushyor turinglar,
deb qo'l ostidagilarga buyruq berayotgan ombol nökarlarni agashtirib, oldida qo'l qo'yishtirib turgan yerlik amaldor bilan karvon to'xtagan tuzlangdan birer chaqirim neridagi yeziga qarab yo'l oldi. Әтідін кешкіче тоқтымай меңіп, еріп кеткен тұтқылар пәшмет пәрейжілеріні ейіп хардық елішқы тұтынды. Бұ чағда havamı салқын тартып қалған еді. Bir-biriga chaplashib degudek o'ltirgan qizlar yana borgan seri orqada qilib atgan el-yurt, yaru buradar qavm qarindoshlarini aslab parangga tushgan edi. Bizning Uyg'ur qizlarimiz buningdan og'ir qiyinchiliklarga bosh aymagan edi-ku. Ko'p bilan ko'rgan kun to'y deydigan gap ba. Hammadan yolg'izchilikqa qilishdan Xudoyim saqlasin. Masalan, darvishlar deb bergan bizning Ishbarxonning hayotini alayli. Dedi Nuzugum boya darvishdan anglaganlarini aslab. Qizlar Uyg'ur xalqining qahramon qizi Ishbarxon haqida bir necha qaytim anglagan bo'lsa-mu, ammo uning hayotini to'liq bilmaganlikdan ular Nuzugumdan shu qiz haqida tafsiliy hikoya qilib berishni o'tinib so'rashdi. Anglashimcha, buningdan 60-70 yillar ilgari Chin xonadonligining hukmronligiga qarshi milliy ozodlik harakat boshlanganda Ishbarxon texi 20 yoshga to'lmagan ekan. Uning eri Chin sulolasining hukmronligiga qarshi jangga kirganda o'zimi qo'liga qurol elib birga jang qildi. Ishbarxon eri o'lgandan keyin Chin cheriklarining qo'liga tushib qopdi. Ular Ishbarxonni Beyjingdagi podshohga avatibdi. Lekin u podshohga xotin bo'lishga unamay o'lib olgan ekan. U qaltis qizgan tuxta. Shundaq qahramon bo'lgani uchun xalq uning jasadini Beyjingdan Qashqargacha piyoda ko'tarib akilib, Oppa xo'ja mozoriga dafn qilganda, olamda uningdek go'zal va botir qiz bo'lmagan ekan. Shuning uchun uning ismini hamma odam hurmat bilan tilga elib, ruhiga atab duo qilishidi-da. Bu Chin amaldorlar bilan Mo'ng'ullar shu chaqlardami Uyg'ur qizlarini bulab talab kelgan ekan-da. Qashqarning qizlaridek go'zal qizlar kam uchrasa kerak. Shunga ularga Muzdavaning nersidagi Mo'ng'ul bilan Manjularlar emas, 7 iqlimning hamma erkaklari mahliya bo'lib kelgan. deb so'zga oralashdi Xelicha xinim. U yo'l bo'yi qancha jabr jafo tarsimu o'zining ilgirki iskatini saqlashga tirishib, qishig'i surib kelavatadi. Rost aydilar, mana mushu Ishbarxonni kichik chog'larda dadisi tog' qirg'izlarning orasiga opirib, otqa minishni, qilich chepib, nayza urishni o'rgatgan ekan. Keyinroq aranchi kiyindirib, o'g'il bolalar o'qiydigan madrasada ta'lim oldirgan deyishidi. U qizning hayoti Nuzugum silininkiga o'xshaydi ekan. Alhamdulillah. Ishbarxondek bo'lganga nima yetsin? Bo'libmi madrasada o'qib, oq qorni ilg'i qilib qolgan odam mundaq tangsizlikka chidamaydi deysilar. Bu dunyoda hammaga beparvo qarab, molga o'xshash yashagan odamdan Xudo saqlasin. Ba'zi podshohlar o'z qarmaqidagi puhralarni nodonlikqa tutishga tirishidi. Chunki puhralar o'qib, savodliq bo'lib ketsa, podshohning nohaq ishlarini chopsan bilib, uningga qarshi chiqadigan gapda. Ularning xalqni qorong'ulikda, nodonlikda tutishimi shuningdan bo'lsa kerak. U deganlari to'g'ri. Rostila o'qigan odam tangsizlikni ko'rsa chidab turolmaydi ekan. Ishbarxonmi ana shunday qizlardan deysilar. Qizlar, birdam jim o'ltiringlar. Nuzugumning shu Ishbarxon haqidagi hikoyasini tinglashayli. Kelnisa to'g'ri deydi, xapshik. Qizlar yana bir-biriga mo'rlarni yiqishib jim bo'lishdi. Nuzugum bo'lsa past ovozda cheriklar anglamog'idaq qilib Ishbarxon haqidagi hikoyasini davomlashtirdi. Ishbarxon eriga bek sodiq yerlar emas, balki dono maslahatchi. Har qanday jangga qurol elib, eri bilan tang otlangudek jangchigan. Shunga buni ko'rgan xalqning ularga bo'lgan ishonchisimi eshib, hamma birdek vatanini qo'g'dashga chiqibdi. Bu xalqimiz tarixidagi cho'ng voqea ekan. Qizlarning uyqulari qechib, ruhi ko'tarilib ketdi. Ular bu hikoyaga qiziqib, o'zlarining qayg'usini birpas unutgan edi. Ishbarxon turmushga chiqib, 2 farzandlik bo'lgandan keyinmi Qashqar xalqiga Chin lashkarlari xatar tug'dirgan paytlarda kumush sapli xanjirni yeniga esib, qo'liga qilich qalqon elib janglardan qolmabdi.
Xotin kishining mundaq jasurligini ko'rganda boshqalar qarab tura olsinmi? Ularmo oxirgi bir qo'shiq qiyni qilg'uchi jang qilibdi. Shu chaqda dushman askarlari bu tavada raso zarbiga uchrabdi. Qilishvozlik bilan danqi chiqqan bu qizni dushmanlar tirik tutish maqsadida bir necha qitim qo'rshavga opdi. Biroq bu qiz chabdaslik bilan elishib, dushmanga tutilmay qo'rshavni bosib chiqibdi. Qahramonlik degan mana mundaq bo'lmamdi. O'zimiz hozir yo'q narsalardan ansirab, olu qo'rqoqlik qilib ketyapmiz, ha? Vatan uchun, xalq uchun ko'ysa, ana shundaq ko'ysa bo'ladi. Cheriklarga Mo'ng'ullarning Xuntajisiga emas, hatto Xoqon chinig'imi mashhur bo'lishga boshlagan Ishparxonni hech yerini zaxmlamay tutish topshirilibdi. Mundaq buyruq bir necha qitim tushirilgani bilan Ishparxonni cheriklar xeyligacha qo'liga tushirmabdi. Ular oxiri Ishparxonni salma tashlab otdan yiqitib tutyapti. Bu qitim jangga qatnashgan ona bolalarni cheriklar bo'g'izlab, vahshiylarcha qiynab o'ltiribdi. Shu chaqlarda zolimlarga qarshi kurash qilgan xalqimiz bu va'daga ko'plagan qonlarni to'kkan ekan. Hay. Munu tog'ning usti nemishqa qizil desanglar, uningga bizning ajdodlarimizning asrlar bo'yi to'kkan qini singan. Xalqimiz qancha jabr jabba, azob oqibatlarga uchrasimu, polichaqa, ota-onalari bilan qirilib ketsimu, doim degudek ona vatani uchun kurash qilib kelgan. Bu janglar lashkarlarimizning taslim bo'lib chekinishi bilan to'xtab qolmaydi. Bu zamonda tangsizlik, bosqinchilik davom qilaverdi ekan, kurashmi to'xtamay davom qilaverdi. Hammamizning yuragidagi gapni qildingiz, deyishib qizlar har tarafdan Nuzugumni qo'llab so'zlab ketdi. Podshoh Ishparxonga qancha yalurib yelinsa-mu, bir necha yilgacha uning ko'nglini ololmabdi. Uningga atab Beyjingga Qashqardan mehmonlarni akeldirib, xuddi Ishparxonning o'z yurtidek Uyg'urcha imoratlarni soldiribdi. Yana Qashqardan ashu qizning ko'nglini ko'tirish uchunla 200 uylik odamni ko'chirib kelib, kichkina shaharga ostib beribdi. Shuningga qaraganda Ishparxon rostili tangdishi yo'q go'zalkanda. Ishparxon podshohning o'ziga atab shuncha imoratlarni soldirganini oz degandek, u yana teni temir, yopirmiqi kumush, mevasi oltin daraxt o'stirib berishni talab qildi. Mana qaranglar, u nimadu amdi? U bizning jigida daraxtimiz emasmi? Podshoh necha yuzlagan odam avatibdi. Ular uchtib jigidini yiltizi bilan yo'g'on qachiga ko'chirib, Beyjingga akilib, Ishparxon turgan uyning oldiga tikibdi. Bularning hammasi Ishparxonning go'zalligiga shayda bo'lganlikdan qilinayotgan ishlardan. Ha, shuda, ammo lekin heliqi jigdilarning hech qaysisi tutmabdi. Voy tova. Xapshik, oxirini tingshayli. Shu chaqda Ishparxon, ko'dingmi, hatto jigidini o'z yeridan boshqa yoqqa ko'chirsang tutmaydi. Uningga qaraganda men odam-ku deb podshohdan 2 yildan beri ko'rmagan bolasini ko'rsatishni iltimos qilibdi. Bu iltimosi o'rindalgan chaqda Ishparxon o'g'lini bag'riga besib yig'lab turib, "O'g'lim, bu xon sening dadangning beshini kesib akeldirgan. Seni beqib asrayotganlarning hammasi qarindoshlaringni o'ltirganlar. Men seni qayta ko'ralmasam, mushu so'zlar esingda bo'lsin" debdi. Bu so'zlarni xiyli esiga kirib qolgan o'g'lining qo'liqiga qo'g'ishida qo'ygan ona o'zini al-yurt, arvohlar oldidagi eng cho'ng burchimni ado qildim. Endi bu xonga xotin bo'lgandan ko'ra o'lib ketganim a'lo deb o'ylabdi. Biroq u jangda beshi kesilgan erini, qiyin inisini, shuningdek Qashqar atrofidagi norasidalar bilan onalarning nahaq to'kilgan qizil qonlarini ko'z oldiga keltirganda, shular uchun bo'lsa-mu, xondan intiqom olmay o'lib ketishni ravo ko'rmabdi. U shu maqsadda yurganda qo'ynidagi xanjiri sezilib, siri posh bo'pti-da, o'zini qo'rshab turgan amaldorlarni o'ldirib, oxiri xanjirni o'z ko'ksiga uribdi. Ammo Ishparxonga o'xshash go'zal, jangovar cho'konning Qashqardagi oppoq xo'jam mozoriga akilib dafn qilinishi bu atrofdagi xalqning chin amaldorlarga bo'lgan g'azab nafratini texmi kuchaytib, ularning kurashlarga otlanishiga sababchi bo'lmoqda. Nuzugumning hikoyasi tugaganda qizlar demi ichiga tushib ketgandek bir oz vaqt gap so'z qilmasdan jimjit o'ltirishdi. Bu fojialik voqea ularni cho'nqur o'yga selib qo'ygan edi.
İhbarxonning Çin podshohining qo'lida qolgan o'g'illari Abduxoliq va Afg'on tarafga ketgan Seyid Muhammadlarning taqdiri nima bo'pti? Abduxoliq onasining vafotidan keyin cho'ng bo'lganda xondan intiqom olmoqchi bo'lgan ekan. Lekin xon uni umrlik zindonga solib etibdi-da. U shu yotgan paytgacha ta 62 yoshgacha Ordu baliqdagi zindondan chiqmabdi. Hayotda mundaqmi vahshiyliklar bo'ladi ekan-a, Nozugum? Demak, Jahongir Xo'ja Burxoniddin Xo'janing nevrasi ekanda, shunglashqa Manjular Jahongir Xo'jani ta'riflab, Jahongir Xo'ja midirlasa, zaminmi midirlaydi deb bekor etmagan ekanda. Xo'jalar bog'u quyruqini kesib asimi o'lmaydigan yilong'ila o'xshaydi. Nozugumning qiziq gaplariga berilib ketgan qizlar o'zlarining qayg'u hasratlarini unutib qilishdi. İhbarxonning hayoti ularning ruhini ko'tarib, qo'llariga qilich nayzi tutib yurgan chin cheriklariga qo'rqmasdan qarshi turishga o'rgatdi. Boya buvi Aysham aytgandek, Nozugumning kichikidilla oshu İhbarxonga o'xshash o'sishga talpinganimi rost edi. Beshiga har qanday qiyin kun tushganda ko'z oldiga İhbarxonning hayotini keltiradi. Bizning qahramon qizlarimiz ko'pkan, ha? Nima deganingiz singlim? Bizda unda qahramon qizlarchi o'nlab sanaladi. Ularning ko'pi o'lib ketsa-mu, hech qachon nomusini to'kmagandan-a? Qashqarda undaq mazlumlar mozorlari oz emas. To'g'ri aytsiz, Nozugum. Bizning qizlar azaldila muhabbatga, nikohga sodiq. Men shuni aytay dedim. Chin cheriklardan bizmi qutula olmaydigan o'xshaymiz. Shundaq o'xshaydi. Mana yo'lga chiqqanimizga xeyli kunlar bo'ldi. Keynimizdan kelgan biror erkak yo'q. Kammisi nima bo'pti? Qashqarning a'lariga xotin kerak emasmikan? Yoki ularning hammasi kataklardan chiqolmay qoldimi-ya? Boshqalar chidasanglarmi, men arsiz yashayolmayman. Bu dunyoda arsiz o'tgan kunni kun degili bo'lamdi. Yaratgan egam meni ashyalang'ach qo'ysinki, arsiz qo'ymasin. dedi Nozugumning hikoyasini anglab, g'azab nafrati o'rlab o'ltirgan Xelicha xinim. O'pkilarini besib, savr qisila Xelicham. Mana iliga yetganda argimi to'yala. Munula bizning jamolimizni ko'gili emas, Manjular bilan Mo'ng'ullarga xotinlikqa bagili akitayotganini bilmamdila. Bu Aysham, men sizlarga o'xshash erimni jahondarchilik qilg'ili avatib, oylab yolg'iz o'ltirib o'ginib qolgan xotin emas. Degan vaqtida asqatmisi kerak nima? Boshqa juvonlar ichki his tuyg'ularini yoshirib kelavatsa-mu, lekin ichida sir saqlab turolmaydigan Xelicha xinim bu qaytimmu o'zining o'ylagan o'ylarini darhol aytibdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nozugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Bir zamonlarda chechimizni ikki yon peshimizda o'ynatib, hidgohni aralab mansaq, har qandaq erkak qilayotgan ishini tashlab bizga qaraydigan. Endi ma'vo hayotning gardishini qaramamsizlar. Xelicha xinim qechib ketibdi. Bizni cheriklar nerdan bo'lsa-mu topsizlar. Buni sizlar cho'qim bilasizlar deb o'rinlarimizdan turg'izibdi. Tong otqucha, bir mudarvish qalandar qolmasin. Ularning hammasini yo'qtinglar.